Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi oldayvon romlarimizni uстановка jarayonini tugatib bo'ldik. Bu ishimizni Andijon viloyati Baliqchi tumani Eski Haqlabod degan joyiga o'rnatib berdik. Bu joyimizni jami uzunligi 15 metr. Romimizni bo'ylari 2,5 cm. Qadrli kuzatuvchilarimiz, sizlarga ishimizni qisqacha tanishtirib o'taman. Jami 6 ta oralik. Mana bu birinchi oraligimiz. Birinchi oraligimizni o'rtasidan bittadan qanot ochildi, chekalariga forchka qo'yildi. Keyingi oraligimiz 6 dona oyna, o'rtadan bitta ochildi. Eshigimizga keladigan bo'lsak, eshigimiz razmeri 1,40 cm, eni 1,40 cm, bo'yi 3 metr. Keyingi oraligimiz 1,60 cm, keyingisi 280. Bu romimizni ikki chekasidan forchkalar qo'yildi. Romlarda jami oraligidan har bitta oralidan o'rtadan bittadan ochildi. Eshiklarimizni keladigan bo'lsak, eshigimizni qanotlari katta balkon qanotdan qilib berdik. Xudo xolasa mana zamolari ham katta, balkonni qanotda o'zini zamolari Akfa'ning originalidan ochilib yopilish ligirovkalari ham go'zal holatda. Xudo xolasa juda ham chiroyli holatda chiqdi. Bu ishimizni Akfa'ning originalidan G306 tayyorlab olib kelib o'rnatdik. Oynalari bir qavat seri tonirovkali oyna ishlatildi. Hozir sizlarga ichki tomonni ham ko'rsatib o'taman. Mana qadrli kuzatuvchilarimiz, bu xonadonimizning ichki tomoni. Romlarning pastlariga mana 25 lik podokonilarni qo'yib, hamma yo'g'ini beshchak holatda chiroyli qilib joylab berdik. Romimizda mana ruchkalari ham har doimgidek Akfa'ning o'zining original ruchkalari. O'sha-moshalari ham original, mana ochilib yopilishlari ham juda ham yengil, chiroyli holatda. Forchkalarga keladigan bo'lsak, mana cheka forchkalari ham chiroyli qilib joylashtirib qo'ydik. Mana uyimiz bu tomoniga ham chekalariga mana forchkalar, o'rtadan bittadan qanotlar ochilish, hammasi xudo xolasa chiroyli holatda. Bu ishimizni narxiga keladigan bo'lsak, bu ishimizni narxi kvadrati 600 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Jami narxi 18 million 500 ming so'mga olib kelib o'rnashtirib berdik. Dastavka, o'rnatish xizmati hamma yo'q ichida. Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa oldinda hali yangiliklarimiz juda ham ko'p. Bizning telefon raqamlarimiz 90lik 545 8801. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.